Orqamdagi uy ko'ryapsizlarmi? Hozir ana shu uyga boraman va xalajilniklarni tekshiraman. Agar bir parcha bo'lsa ham go'sht bo'lmasa, mana shu chamadondagi hamma pullarni ana shu oilaga berib chiqib ketaman. Assalomu alaykum. Xo'sh, yaxshimisiz? Oshxonangiz qayerda? Oshxonamiz ana o'choqda ovqat qilamiz. O'choqda, yo'qmi? Ha. Mana bitta. Ha. Bunaqa issiqda go'sht qayerda saqlaysiz? Shu. Mana shu yashashingizdan afsuslanasizmi yo shukr qilasizmi? Baxtliman shunday yashayotganimga, Allohga shukr. Qizingizlarning kallasi kelsinmi? Ha, bittasi podarka qilib ketgan dunyo. Ancha esib ketibdi-yu bu ham. Ha. Nimangiz bo'lishini xohlaysiz? Ne yig'layapsiz? Ko'zingiz yoshini artib qo'yaman. Keling. Yig'lamang, yaxshi bo'ladi hammasi, xo'pmi? Nimangiz bo'lishini xohlaysiz? Sekin aytingchi. Uyingizmi, yangi uylar bo'lishini xohlaysizmi? Allohdan so'raysizmi duo qilib? Orqa tomonga qarab ko'zingizni ochavering. Mana shu chamadonda 20 million pul hammasi sizga. Xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat. Shuning uchun mana shu pulni sizga oling. Oling. Rahmat. Xohlasa yaxshi kunlarga ishlatasizlar. Rahmat. Umringizdan baraka toping. Hozir bu oilaga kattaroq yordam berishimiz sizga bog'liq. Har bitta videoni ko'rayotgan odam 10 ming so'm bo'lsa ham ehson qilsa, biz bularning hayotini yaxshi tomonga o'zgartirib, yangi uy qurib bera olamiz. Faqatgina bu sizning harakatingizga bog'liq. Videoga like bosib, ko'proq odamlarga tarqatib, qilgan 10 ming so'm ehsoningiz sababli masjidlarda yangi uylar bo'ladi, Xudo xolasa.